Assalomu alaykum. Men Taganova Malika. Buxorodan bo'laman, shu Toshkentda yashayman. Meni tutingan bir akam bor. Bu kishi 20-aprel kunlari insult bo'lib qoldilar. Keyin bu insult voqeasi bo'lgandan keyin doktordan olib chiqdik. Undan keyin doktorlarga bu yoqqa bordik, hamma joyga bordik, tashmilada yotqizdik, foydasi bo'lmadi. So'ng iyul oylarida biz uyga olib kelib, o'zimiz bilganimizni qilib, bilganimni qildik, qarab turdik. Keyin men Jamshid akani eshitib qoldik, o'g'lim orqali. Keyin biz Jamshid akani oldiga keldik. Jamshid akani oldiga kelgan vaqtimizda bir qadam nari tursin, vobshe yurib bilmay oyoqlarimiz osilib, zo'rg'a qadam tashlamasdan ikki kishi sudrab olib keldik bu yerga. Keyin kelganimizdan keyin Jamshid aka muolajalarni boshladilar, igna qo'yib. Mana birinchi kelgan vaqtlarda umuman hech narsani sezmasdilar, umuman. Boshlariga igna qo'yish boshlaganda sezmasdilar, og'izlari sal qiyshaygan holatda edilar. Appetitlari ham uncha yaxshi emas edi. Miyalari ham sal ozginasini eslamay mana shunaqa bo'lib turardilar. Keyin mana Jamshid aka igna qo'yishni boshlaganlardan keyin hozir mana Xudoga shukr, rahmat Jamshid akaga, mana miyalari joyiga 90% keldi desam bo'ladi уже. Mana shu vaqtgacha mana 1,5 oy muolaja olyapmiz. Shu 1,5 oy muolaja olganimizda 1 oy ham bo'lmagan edi. Bu kishi уже 3-4 qadam tashlashni boshladilar. Keyin mana hozir 5-6 qadam tashlayaptilar. Keyin bizga Jamshid aka anaqa sham qo'yib yoqish. Mana qarang, shu 5-6 qadam ushlab turganingizdami yo o'zlari yuratdilar? Yo'q, ushlab turmaymiz. Shunday mana yosh bolani qo'yib yuborasiz-ku, shunday quchoq ochib turaman. O'zlari qadam tashlaydilar. Shu yiqilmasligi uchun ikki qo'lim ushlab turib, qadam o'zim orqaga tashlayman, u kishi o'zlari qadam tashlayaptilar. Mana shu ignalarni olgandan keyin, muolajalar qilganimizdan keyin mana shu holatga keldilar. Hozir Xudoga shukr, yeyishlari yaxshi. Mana og'izlari to'g'ri bo'lib joyiga keldi. Hammasi mana oyoq qadam tashlashlari ham hozir yaxshi. Keyin yaqin kunlarda menga parafin mana sham yoqib anaqa qilishni aytdilar. Biz boshladim, men o'zim ishni boshladim shu ish qilishni.